Sabr qiluvchi insonlarning yuziga qarasangiz, ularning tabassumi juda ham ma'yus hamda chiroyli bo'ladi. Sabr qilayotgan insonga qarangda, u juda kuchli inson. Sabr qilish deganda hammasi yaxshi ketyapti, hammasi zo'r ketayotgan inson bu demak sabrli ekan emas. Sabrlik deganda ya'ni bir insonga bir musibat kelsa, bir og'ir ish kelsa, uning qalbi tirnaladi. Haqiqatan uning ichida o'zi biladi, ya'ni qanday yonganini, qalbi qanchalik tirnalganini, qalbi qanchalik og'riganini. Sabr qilayotgan insonlar jim ichiga yutayotgan insonlarda ham og'riydi qalb. Faqat sabr bu yerda qanday holatda bilinadi desa, sabr shu yerdagi og'riqni zabonga va yuzga chiqarmaslik. Ba'zi bir insonlarni ko'rsangiz, qalbidagi mahzunligi, qalbidagi og'rig'i yuziga berib olgan. Ya'ni juda ham mahzun bo'lib qolgan. Bunday bo'lmaslik kerak-da, zabon va yuzga chiqarmaslik kerak. Qalb Allohniki bu. Bundagi dard va g'amlarni Allohga berish kerak. Bas.